Eng arzon vodiy kanalimizda Tracker Redline avtomashinasi keldi. 2024-yil haqiqiy Redline mashinamiz tayyor ekan. Qo'shniku bitta balolar yangi holatda 5 kichkida bergan bu. Haqiqiy Redline bu 98 ming probekda. Avtomashinalari yaxshi holatda, kojinli chexollar, korporilar, 4-pokoleniya propan gaz bo'ladi. Konteynerlar muz tashlab turibdi. Avtolar avtomashinalari yaxshi holatda. Patronda chiroyli himsiga qildirib olsani, zo'r holat keladi. Konteynerlar muz tashlab turibdi. Shu oldi kiriladi, shu joyda rektovka qilingan joyi bor ekan. Boshqatada rektovka qildirib olsangiz chiqadigan boshqa tosh tekkan joylar bor ekan. Kichkina, bilinar bilinmas. Shu joyda dezi bor ekan. Parasda qalampir chiroqlar tayyor mashina, narxi ham zo'r narx bo'ldi. Kraskasi kelayotmasa, kapotni uchida har joyda kraskasi bo'lgan ekan. Ichlariga umuman o'tmagan ekan. Shu joydan lak perеход qilgan ekan. Bo'lgan joylar top-toza. Motor haydab yurishda umuman muammosi yo'q, tayyor. Xohlagan dokument bo'lar ekan. Endi aynan safon xohlagan hujjat bo'ladi. Narxi ham zo'r narx bo'ldi. $14,750 beraveramiz. Ma'lumot uchun mashina